Assalomu alaykum azizlar. Bugun siz bilan hayotimizda juda katta o'rin egallagan, lekin ko'pchilik unchalik qadrlamaydigan ne'mat haqida gaplashamiz. Bu piyoz. Oddiy emas, mo'jizaviy piyoz. Oddiy ko'rinadi, lekin unda mo'jiza yashiringan. U har bir ovqatimizda bor. Bundan tashqari, sog'lig'imizni himoya qiladi, organizmimizni tozalaydi va immunitetni mustahkamlaydi. Foydasi nimada? Piyoz tarkibida C vitamini, kaliy, magniy va antioksidantlar juda ko'p. U yurak faoliyatini yaxshilaydi, qon bosimini me'yorda ushlab turadi, infeksiyalarga qarshi kurashadi. Shamollash, yo'tal, hatto sovuq tegishida ham piyozdan har tabaqada foydalangan. Turlari haqida. Piyozlar ham turlicha bo'ladi. Qizil piyoz yurak uchun foydali. Oq piyoz kuchli antibakterial vosita. Sariq piyoz eng ko'p ishlatiladigan nav. Siz qaysi birini yoqtirasiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Piyoz va dehqonchilik. Piyoz xalqimiz yetishtiradigan eng ko'p ekinlardan biri. Bozorlarda, dalalarda, oshxonalarda doim bor. O'zbekiston dunyoga piyoz eksport qiluvchi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun azizlar, piyoz faqat ovqat emas, bu sog'lik, rizq va shifo manbai. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda o'zingizni qanday ishlatishingizni yozib qoldiring. Omad siz bilan bo'lsin.